Nima uchun yoshlarimiz bizlarning ertangi kunimiz deymiz? Mana shu yoshlar, men borman, mana sapchib chiqib, kerak bo'lsa men olaman zimmamga mas'uliyatni deb bolalar chiqsa agar joylarda, bu mana bolalarim. Agarki shunga qurbi yetmasa agar, men o'ylaymanki, vaqt bekor ketyapti. Bolalarim, farzandlarim sizlarga aytmoqchiman. Prezident sizlarga aytyapti. Sizlar meni suyanchim, tayanchim. Qo'rqmanglar, marrani katta qo'yinglar. Mana shu muqaddas tuproq meniki, bizniki deb yashash. Mana shu yerda ota bobomning xoki yotibdi. Agar shu musaffo osmon, mana shu hayot uchun, vatanim uchun men kurashmasam, men jonimni fido qilmasam, yana kim qiladi deb yashaydigan bolani, yigitni, qizimni ko'rsam agar qanot paydo bo'lgandek bo'ladi. Nima deganda, ayni shuni men inson omili deb bilaman. Takror etaman. Men xalqimizga murojaat qilmoqchiman va yoshlarimizga murojaat qilmoqchiman. Avvalambor yoshlarimizga, kelajak yoshlarniki. Shuning uchun ertangi kunni kim uchun quryapmiz? Sizlar uchun quryapmiz, yoshlarimiz uchun quryapmiz.